hozirgi yosh oilalarga uylanib, erga tekib chiqayotgan insonlarga hayron qolaman. Aksariyat yosh, haqiqatda yosh ekan, hayotga tajribasi yo'q. 18 yosh, 20 yosh, baribir 25 yosh bo'lsin baribir, lekin hayotda tajribasi yo'q bo'lganligini hisobidan juda ko'p ajrashishlar ko'payib ketyapti, subhanalloh. Hayotga haqiqatan tayyormas ekan. Sal kattaylar, yigitlar, uylanayotgan yigitlar sal kattaylar. Erga tegayotgan qizlar sal kattaylar. Kattaylar deganda faqat yosh emas, aqlan kattaylar. Ilm o'qinglar, o'rganinglar, bundan ustozga borlar, ko'rib, bu hayot oson narsa emas bu. Kecha kun bir yosh bola, yoshgina qiz, kichkina qiz ekan, oshib borsa birinchi sinf qiz ham bor. Hali qizchi. Domlaga savol beryapti-da. Mana hozir deyapti, dadam bizni tashlab ketdi deyapti. Hozir dadam ko'zida yosh bilan aytib beryapti, biz. Dadam roza tutyapti. Yaxshi tutayotgan rozasi qabul bo'ladimi, bo'lmaydimi deb yig'layapti. Savol beryapti, subhanalloh. Nimaga ajrashasizlar? Nimaga ajrashasizlar? Er xotin. Bo'pti, sizga xotin topilar aka, sizga er topilar opa, lekin bolagachi, bolaga ota topiladimi? O'zini otasidek ota topiladimi? O'zini onasidek ona topiladimi yaxshi bolaga? Sal o'ylanib ko'ringlarchi bunda. O'rtada bolalar yetim qolib ketyapti, subhanalloh. Qanday o'zingizlarning farzandinglarni yetim bo'lishligiga yo'l qo'yasizlar? Ozgina chidab yashab qo'yaylik. Oshib borsa 60 yil, 70 yil yasharmiz. Undan ham mana yarim yashab qo'yapmiz. Yashab qo'ydik ham mana. Qancha yashaymiz, Xudo biladi, 1 yilmi, 2 yilmi, 1 kunmi? Ozgina chidab yashab qo'yaylik, bir-birimizni injiligimizga sabr qilib yashab qo'yaylik. Ozgina shunmochilik ustada ajrashib ketayotgan oilalar juda ko'payib ketmadimi hozirgi kunda? Qarashni ajrashadi agar o'zingizlar boshida erga berayotganda, uylanayotganda tayyor emasligini bilib turib, ha yosh o'tib ketib qolyapti, o'tirib qolyapti, deb bergansizlar-da. Shuning uchun hozir ajrashyapti ota-onalar. Hozirgi kunda erga tegishga, uylanishga shoshilish kerak emas. Ozgina yosh kattayishlik kerak bo'ladi. Ya'ni yosh kattayishi deganda o 40 ga kelib ketsa, 30 ga ketsa emas. Aqlan kattayishi, aqlan. Imkon qadar aqlli bo'lib o'rganish kerak. Ilm o'qish kerak, madrasaga borish kerak, dunyo fandan bitirish kerak, oliy ma'lumotli narsa olishlik kerak. Yosh bolalar bor, ilmi zo'r. Uylasa bo'ladi, erga bo'ladi qizlarni. Lekin o soqol oldi, katta bo'lib, hech qanday kallasi yetmaydigan bolalar, qizlar uylanyapti. Orada bolalar yetim qolyapti, shu boshqa narsa emas. Shuning uchun uylanishda erga shoshilmaydi akalar. Ertaga mana yosh bolalar, farzandlar sizlarni qilgan xatolarga qurbon bo'lib qolyapti.